4. bab. Ehud olamdan o'tgandan keyin İsroillar Parvardigorning nazarida yana yomon ish qildi. Shunga Parvardigor ularni Hazor shahrining hukmroni bo'lgan Kenon podshohi Yabinning qo'liga tushirib berdi. Yabinning bosh sarkardisi Sisira Haroshat Haggoyim shahrida turadi. İsroillar Parvardigordan yordam tilab noli faryod qildi. Chunki Yabinning 900 tömür bilan mustahkamlangan jang harvisi bo'lib, u İsroillarga 20 yil rahimsizlik bilan zulm silib kelgan edi. U chaqda Dibora ismli bir ayol payg'ambar İsroillarga hokimlik qiladi. U Lapidatning ayoli edi. Efraim tog'liq rayonidagi Ramah bilan Baytalning o'ttirsida bir tüp xurma darxi bo'lib, Dibora u xurma darxining tüyida o'ltirib, dard aytib kelgan İsroillarning davolarini so'raydi. Bu daraxt keyincha Dibora darxi deb atalgan. Bir kuni u Naftalidagi Qadash shahriga odam avatib, Abinuamning o'g'li Barakni chaqirtib kelib, uningga Parvardigor, ya'ni İsroillar e'tiqod qilib kelgan Xudo sana Naftali ve Zabulun qabilasidan 10 ming odamni yig'ib, ularni Tabor tig'iga boshlab kel. Men Yabinning bosh sarkardisi Sisirani, jang harvolari ve qo'shinlari bilan Qishon daryosi bo'yida sen bilan jang qilg'ili chiqiraman. Hamda uni sening qo'lingga tushirib beraman deb amr qildi, dedi. Barak uningga, agar siz billa bosing'iz, men baray. Siz bormisiniz? Menmi bormayman, deb javob berdi. Dibora, bo'ladi. Men billa baray. Biroq sen g'alaba qilsangmi, shon shuhrating bo'lmaydi. Chunki Parvardigor Sisirani bir ayolning qo'liga tushirib bergan bo'ladi, dedi. Shuning bilan Dibora bilan Barak billa Qadash shahriga qarab yo'lga chiqdi. Barak Zabulun ve Naftali qabillarini Qadash shahriga chaqirib, ulardan 10 ming kishini o'zi bilan elib mangdi. Dibora mu uning bilan billa mangdi. U chaqda qinlardan bo'lgan xabar Qadash shahriga yaqin bo'lgan Zahononimdagi bir tüp dub darg'i yinida chedir tikkan edi. U boshqa qinlardan ayrilib turadi. Ular Musa payg'ambarning qinaqisi Xobabning avlodlari edi. Sisira Abinuamning o'g'li Barakning Tabor tig'iga kelganligini anglab, 900 tömür bilan mustahkamlangan jang harvisi ve bütün qo'shinini yig'ib, ular bilan Haroshat Haggoyim shahridan Qishon daryosi bo'yiga bordi. Dibora Barakka, alga, bugün Parvardigor Sisirani qo'lingga tushirib beradigan, sana yo'lboshchi bo'ladigan kun emasmi, dedi. Shuning bilan Barak 10 ming kishilik qo'shinni boshlab Tabor teg'idan tushdi. Barakning qo'shini hujumga o'tganda Parvardigor Sisirani ve uning bütün qo'shinlarini jang harvolari bilan qo'shib tiripran qilib etdi. Sisira harvisini tashlab piyoda kechib ketdi. Barak ularning qo'shini ve jang harvolarini Haroshat Haggoyim shahrigacha qo'g'lab bordi. Sisiraning bütün qo'shinidagi odamlardan birimi qolmay qilich ostida jon berdi. Sisira kechib qinlardan bo'lgan xabarning xotini Yaelning chedirining yeniga keldi. Chunki Hazor podshohi Yabin xabar bilan do'st edi. Yael Sisiraning oldiga chiqib kutib oldi ve uningga, janoblari ichkiriga marhamat qilsizlar, qo'rqmisizlar, dedi. Shuning bilan Sisira chedirga kirdi. Yael uni karvat yapquchi bilan yoshirib qo'ydi. Sisira uningga, usab ketdim, ozroq suv bersangiz, dedi. Yael uningga bir tulumni ichib, uningdan süt quyib berdi ve uni yana yoshirib qo'ydi.
Sisera Yaelga Çedirning oldiga chiqib turg'aysiz. Agar biri kelib, bu yerda odam bormi deb so'rsa, yo'q degaysiz, dedi. Sisera intayin charchab ketgachga yetibla uyquga ketdi. Xabarning xotini Yael qo'liga to'qmoq bilan chedirga qoqadigan qo'ziqdan birini ilib, Siseraning yeniga asta kelib, qo'ziqni uning cheksiga qiqib yerga patırlattı. Sisera öldü. Barak Siserani izlep kelgan idi. Yael uning oldiga chiqib, "Bu yoqqa keling, men siz izlep kelgan odamni ko'rsatay", dedi. Barak uning bilan chedirga kirib, Siseraning o'lik yotqinini va cheksiga qo'ziq qiqilganligini ko'rdi. U kuni Xudo İsraillarga Kanan patshoyi Yobinni bosh egdirib berdi. Shuningdan keyin İsraillar bağgan siri kuchayib, Kanan patshoyi Yobin ustidan g'alaba qilib, oxiri uni yo'qotdi.